Afsuski, o'zbek shou-biznes olamida yana bir yomon xabar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roliklarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Instablogger Kokosh oshqozon operatsiyasidan so'ng nogironga aylanib qoldi. Gap shundaki, Kokosh 18-mart kuni taxminan 15 kilogrammga ozish uchun oshqozon kichraytirish operatsiyasiga kirgan edi. Ammo shifokorlarning aybi sabab muvaffaqiyatsiz operatsiyadan so'ng Kokoshga 3 marta narkoz berilgan va bloggerning oshqozonini shifokorlar qassoblar kabi chopib tashlashgan rasmlarni ijtimoiy tarmoqqa joylashdi. Endilikda Kokosh zudlik bilan qayta operatsiya uchun taxminan $15,000 sarflab Turkiya davlatiga jo'natilishi kerak.